Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan azizlar. Mening ismim Furqatjon. 15 yillik ish tajribasiga ega bolalar vrach ortoped shifokoriman. Bugun men sizlar bilan bizning klinikamiz haqida gaplashmoqchiman. Bizning Afzal o'rta medservis klinikamiz 1996-yilda tashkil topgan bo'lib, shu paytgacha ko'p minglab bemorlarga kattalar va bolalar ortopediyasi, neyroortopediya, reabilitatsiya yo'nalishlari bo'yicha malakali tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shifoxonamizda 40 yil, 35 yillik ish tajribasiga ega shifokorlar faoliyat ko'rsatadi. Ko'p sonli ota-onalarning, bemorlarning talab va istaklariga binoan biz ushbu kanalni tashkil qilishga qaror qildik. Bundan buyon o'sha bolalarda, kattalarda tayanch harakat sistemasi kasalliklari, ularni oldini olish, davolash usullari va bizning klinikamizda davolangan bemorlardagi natijalarni ushbu kanalimiz orqali video materiallar qilib qo'yib borishga harakat qilamiz. Agar sizda, tanishlaringizda yoki yaqinlaringizda tayanch harakat sistemasida muammolar bo'lsa, kasalliklar, og'riqlar, bo'g'imlarda qiyshayishlar, tug'ma, orttirilgan nuqsonlar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Jamoamiz bilan qo'limizdan kelgancha malakali maslahatlar berishga harakat qilamiz. Klinikamiz sizga va yaqinlaringizga sog'lik va salomatlik tilaydi. Sog' bo'linglar.